Keyingi ismimiz assalomu alaykum Tursunoy opa. Iltimos bizni savolimizni ham bee'tibor qoldirmanglar deganlar. Ota-onalar farzandlariga bergan o'gitlariga o'zlari amal qilishmasa, bunga nima deyish mumkin? Farzand ota-onasini farishta deb bilsa-yu, lekin ota-onalari yomon amallarni bajarib yurgan bo'lsa, bunday holatda farzand o'zini qanday tutishi kerak? Javob uchun rahmat degan. Otam bolam. Mana shu sen bilib turibsan, otangning aybi qayerda, onangning aybi qayerdagini. Bo'ldi, meni ishim bitdi. Sen ularni qilganini qilmaysan. Luqmon hakimdan so'rabsiz, qanday zo'r bo'ldingiz desa, noto'g'ri ishlarni teskarisini qilib degan ekan. Otang, onang nimani xato qilayotgan bo'lsa, sen o'shani teskarisini qil bolajonim. Va kelajakda ota bo'lganimda otamni shu yolg'onlarini hech ham takrorlamayman. Onamni shu amallarini hech qachon qilmayman deb o'zingga so'z ber. Allohga qasam ber bolam. Sen chunki bitta yomon xavf borda, xatar borda, o'sha ota-onangdagi o'zi qila olmagan ishlarni bolasidan so'rash fe'li atvori senga ham kunlardan bir kun o'tib qolishi. Hozir aqlli bo'lib tursang ham 30ingda, 40ingda badaningda onang uyg'onishi, otang uyg'onishi mumkin. Sen shuning uchun hushyorroq yashaysanda, menda otam uyg'onib qolmasin, ya'ni otamning xatosi uyg'onib qolmasin, onamning xatosi uyg'onib qolmasin deb hushyor yasha va mana shu tuyg'uni, hushyorlikni bolangga ham o'tkazib olsang, sendan boshlab zoting tozalanib ketadi. Ona betayin ota-onangning gunohi ham yuvilib ketadi bolam. O'rgilay. Tursunoy opa, meni 4 nafar farzandim bor. Hozirda juda ham baxtlimiz. Shu baxtni qanday saqlab qolsam bo'ladi deganlar. Shukrona keltiring. Har kuni shukr keltiring va mana shu deylik baxtingizga hamma narsani sababchi deb biling. Meni qaynam yaxshiligi uchun baxtlimiz, erim yaxshiligi uchun baxtlimiz, tanimiz sog'ligi uchun baxtlimiz va onamning menga bergan tarbiyasi uchun men bularni yaxshi ko'ryapman, ko'zimga issiq ko'rinyapti. Xullas kalam, dunyoda atrofingizda nimaiki Alloh sizga berib qo'ygan bo'lsa, hammasiga hamd va sanolar o'qing va hammasini ta'riflang. Har ta'riflaganingizda baxtingizdan, baxtiyorligingizni har safar ovozingizni chiqarib aytganingizda o'shancha yana baxt tuyg'ulari sizni qamrab oladi. Barakalloh qizim. Shukr keltiring Allohga. Nima uchun bo'g'ilibroq, nima uchun urug' beribroq boshlayapman buni? Onam qizim kecha bizni uyimizga bir mehmon keldida, hozir men Damasda xunuk bir vaziyatni ko'rdim-da dedi. Xo'sh deb qiziqsinib so'rasak, bir ayol mashinaga o'tirgandan tortib to oxirgi bekatga kelgungacha yig'lab kelyaptimish. Shunaqa yig'larmish, yondagilar hol so'rayaptimish. Nega bundaysiz desa, men hozir tug'ruqxonadan kelyapman. Kuyovim qizimga kirib borib, tug'ruqxonaga borib, mashu yerdan nari onangnikiga ketaverasan. Sen tuqqan o'sha qiz bolaga men o'zimni familiyamni bermayman deb aytibdi. Endi o'sha qiz tuqqanni onasi yig'lab kelyapti ekan. Endi men nima qilaman deb kelyapti ekan endi. Hurmatli bizni eshitib turganlar, ayniqsa hazrati erkaklar, ayniqsa hali uylanmagan o'g'illarim, kuyov bo'lish arafasida turganlar, yoki 2 ta qizi bor, 3 ta qizi bor, 5 ta qizi bor, o'g'li yo'q o'g'lonlarim, siz qanday baholayapsiz shu yigitni? U yigit kim u shu turishida? Jinni emas, kasal emas u. Sizlarni bittaylar. Hay endi jondan to'yib ketgandan, o'g'il ko'rolmagandan aytyapti.
degan gapni yuragingizdan kechiryapsizmi ayrimlaringiz? Yoki men aytmagan gapni shu o'g'il bola aytibdi, barakalla deyapsizmi ayrimlaringiz? O'rgilay. Mavludaxon, men o'sha bir kitobimda yozgan bitta ichki monologmi? Juda men o'sha satrlarni o'sha yozganimda ham yig'lab yozganman. Va har safar shuni uchrashuvlarda, auditoriyalarda o'shanga o'rin kelib qolsa, joy kelib qolsa, shu gap eslanadigan bo'lsa, juda yomon sezaman o'zimni. Nihoyatda yomon sezaman. Kechagi o'sha mashinada bo'lgan gapni eshitib ham o'sha ahvolga tushdim. Bu mengachi bolam. Endi balki bizni jami erkaklarimizni 100 dan bir qismi shunday o'ylar, 1000 dan bir qismi shunday o'ylar. Baribir bu millatni deydi. Millatni sifati, millatni tayin yoki betayinligi degan masalaga olib kelib qo'yadigan, odamni hijolat qiladigan dunyo qarash bu. Bu butun o'zbekni boshini yerga egadigan johillikni belgisi, ilmsizlikni, kitob ko'rmaganlikni, xudosizlikni, iymonsizlikni belgisi bu. O'rgilay, bolam. Endi bu yigitga aytadigan 1001 xil paxta piltasini chuvab tashlaydigan gaplarimiz bor, aytamiz desak, 1001 xil. Shu hamma kelishibga solib, masalan deylik, bu yigitni hozir bu uzun tillarini o'ziga yedirib yorishni imkoni bor, o'zbek tilidagi lug'atdagi so'zlarni keltirib turib ungada. Lekin men haligi kitobda yozgan bir narsamni hozir aytay. Iloyim shu yigitni chirog'i o'chmay turib, shu yigit bizni ko'rayotgan bo'lsin iloyim. Men yozyapman ekan. Tarixda g'azotlar ko'p bo'lgan. Jangu jadallar behisob bo'lgan. U tarix varaqlariga yozilganigina biz tomonidan o'qiladi. Yozilmagani qancha. Lekin dunyo bo'lib, qancha yil o'tganini, qancha davr o'tganini Allohning o'zi biladi. Dunyo bo'lib faqat bitta g'azot haqida hech ham gapirilmaydi. Bir g'azot mavjud va u hamma davrda sodir bo'ladi. Lekin shu jang haqida, shu o'lim jarayoni haqida, mana shu deylik talofat, mana shu qon talashib deylik jon berishni og'ziga borib qolib yana o'zini omon olib qolish uchun kurash jarayoni, bir ko'rinishdagi kurash jarayoni hamma davrlarda birday sodir bo'ladi, lekin uni yozishga Alloh hammaga ham izn bermagan. Uni yozdirtirmaydi. Man degan yozuvchilarini ham qalamini aldab o'tkazib yuboradi Alloh. Har qanday, masalan, nima deydi, shu sohani odamlari, tarixchilarni yoki shu g'azotni boshidan kechirganlarni ham o'sha nuqtaga diqqatini ham, kayfiyatini ham, xotirasini ham boylamasdan aylantirib o'tkazib yuboradi. Demak, bu g'azotni gapirish Alloh tomonidan juda ham dahshatli bo'lgani uchun, u odamlarni bezdirib qo'ymasligi uchun, odamlar o'sha deylik holatdan qattiq qo'rqib ketmasliklari uchun, talvasaga tushmasliklari uchun Allohni silai rahmi bo'lsa kerak bandasiga. Masalan, u qaysi g'azot degin? Yangi odamni dunyoga kelishdagi g'azot. Ayolni farzand ko'rishdagi g'azot. Birodar, men shu mashinada o'sha farosati baland anjalik yigitni
Xudo bergan aqli mutlaqo ishlamay to'xtab qolgan o'sha yigitning og'zidan chiqib ketgan gapni eshitmasam, men bu misolni keltirmagan bo'lardim. Endi siz chunki bolani dunyoga kelishdagi g'azotni ayol odammi efirga chiqib turib aytishi odobdanmi degan tanbehni ham berishingiz mumkin menga. Lekin bu bola bitta emasda bunaqa gapni eshitib endi qo'yaveringda, uydan chiqib ketibdi emish, qizlaring bilan o'tiraver debdi emish, nima tug'ruqxonaga bormabdi emish, boshqa xotin olib ketibdi emish. Buna gaplarni o'zingiz ham tezda eshitib turasiz. Mana aynanay sizdan men shu yozuvchi lahjam bilan xo'p, shu Xudo bergan qalamni ushlab turuvchilardan bittasi bo'lganim uchun, qog'oz bilan gaplashish imkoniyatim bo'lgani uchun o'sha bir o'rtanganimda yozgan narsamni sizga aytib bermoqchiman. Ayol tug'ruqxonaga bormasdan 6 oy burun eng kamida bo'lmasam gumondor bo'lgan zahoti, u farzandlik bo'lishini xabarini bilgan zahoti mutlaqo boshqa olamga o'tadi. Ya'ni hamma bilan gaplashadigan ayol boshqa, eri bilan, ota-onasi bilan, qo'ni-qo'shni bilan, bola chaqasi bilan gaplashadigan boshqa bir yuz, boshqa bir bashara topadi. Lekin o'zi bilan o'zi gaplashadigan boshqa bir dunyo paydo bo'ladi uning uchun. Har kuni to o'sha tug'ruqxonaga borib qaytib kelguncha, bolasi dunyoga kelguncha, har kuni tongda uyg'onganda har safargiday uyg'onmaydi bolam. Uyg'ondimi, ufq qizara boshlasa, Xudoga shukr, bugun quyosh chiqayotganini ko'rib olaman deydi. Chunki yana yilga shu paytda bormanmi yo'qmanmi deydi. Shu gilos gullasa bir ko'rib olay, yanagi yil gullaganda bormanmi yo'qmanmi deydi. Boychechak ochilsa ham xuddi shunday kun o'tadi. Mana endi yuraveradi. Kiyovi bir chiroyli yangi kiyim kiyib ko'chaga chiqib ketsa ham, qarangga, qanday bo'ybasti bor odamni buyurgan-a menga Xudo. Alloh uzoq yillar ko'rib yurayda shu qomatlarini deb sekin ko'ksini silab qo'yadi. Har doim ham ko'rishga buyurilamanmi, buyurilmaymanmi deydi. Endi oy kuni yaqin bo'lganda buni hech kim bilmaydi. Tugun tugmagan ayol yo'q. Bu tugunni tugadida minajjimrog'i yozib qog'oz qistirib qo'yadi. Bo'lmasa unga toqati yo'g'i, esi bor bir 10 yosh qiziga, bolam, kichkina ukangni kiyimlari mana o tugunda. Dadangni ko'ynaklari ana o tugunda. Seni narsalaring mana o tugunda. Men bu narsalar mana bu yerda turadi. Har ehtimolga qarshi bu yoqqa borsam deydi. O'zi aslida har kuni ayol shu o'zini umri bilan, eng aziz narsalari bilan vidolashib kun o'tkazadi. O'rgilay sizdan. Mana endi tug'ruqxonaga kirib ketayotgan ayol, biz doktorlar bag'rini ochib kutib oladi. Voy, hazil-huzul bilan kutib oladi. Chiroyli duolar bilan biz olib borib qo'yamiz u kelinchakni. Lekin uni ko'zlariga qarang, ko'zlari bejo. U hozir shu binoni ichiga kirsa, jonini topshiradiganday. Shu oxirgi marta yorug' dunyodan uni ichkariga kuzatishyapti. Uni jami dunyosi va umri orqada qolayotganday orqasiga qaraveradi, derazadan mo'ltiraveradi. Mashinada ketayotganda ham butun mahallasi-yu, ko'chasi-yu hamma joyi bilan vidolashib boradi.
Faqat buni hech qaysi ayol hech qaysi daftariga yozib qo'ymaydi. Alloh yozdirtirmaydi. O'rgilaysandan. Bu dardlarda ayttirtirmaydi Alloh. Mana endi dard tutyapti ayolni. Hurmatli hazrati erkaklar. Dard tutyapti ayolni. Shundayki, bola jami iplari bilan seni hamma a'zolaringga ulashgan bo'ladi. Ulangan, Alloh bog'lagan bo'ladi. O'pkangdan o'pka oqib tushish uchun, yuragingdan yurak oqib tushishi uchun, qoshingdan qosh o'tishi uchun, qulog'ingdan quloq o'tishi uchun jami o'sha tomirlarni bolani joniga ulagan bo'ladi. Yorug' dunyoga tushgan bolani, o'sha tushayotgan bolani sendan o'tkazgich tarzda qo'yib qo'ygan tomirlari joningdan chirs etib uzila boshlaydi va ichida qovurg'alarini ostida tomirlari chirsillab uzilayotganini ona eshitib turadi. Otam bolam, mana suyaklarni qirsillab joyidan jilayotganini ayol eshitib turadi. Quloqlariga kelib turadi. Yana qarang, bu shunaqangi endi suyakni jilishi va tomirini uzilishi shunaqangi dahshatli og'riq beradiki, bu og'riqni faqat Xudo biladi. Ayol o'zi ham tasavvur qila olmaydi, chunki bizning so'z lug'atimizda u og'riqni ifodalaydigan so'z yo'q. To'lg'oqni azobi mana bu so'z bilan ifodalanadi deb hech qaysi doktor, hech qaysi avliyo odam, hech qaysi voiz, hech qaysi shoir uni otini qo'ya olmagan. Sababi Alloh qo'ydirtirmagan, chunki o'sha so'zni eshitgan zahoti odamlar o'lib qolishi mumkin dahshatidan, tushundingmi? Yana haligi tomirlarni uzilishi, suyaklarini qirsillab jilishlarini qarangda, bolani yerga tushgan zahoti seni kompyuteringni mana oppoq qilib o'chirasan-ku, o'chirganingda. Qanday o'chirgan bo'lsang, Alloh ayolni xotirasidan o'sha og'riqlarni shunaqangi tekislab olib tashlaydi. Birorta ayol yo'qki, bolam, qanday tuqqansiz bitta aytib bering desa, ayta olmaydi. Chunki uni Alloh o'chirib yuborgan. O'chirib yuborgan. Chunki agar o'chirmasa, u og'riqlarga birorta ayol bolasi yerga tushgandan keyin orqasiga qaramay ketib borgan bo'lardi. Bolasini betiga qaramagan bo'lardi agar o'sha og'riqlar xotirasida tursa. Aynan sizdan Allohning chevarligini qarangki, o'chirib tashlaydi uni. Va ayol eslolmaydi. Ha, endi ancha qiynalganman deb qo'yadi. Lekin ayta olmaydi. Qanaqa qilib tuqqanini hech kim ayta olmaydi. Va endi men yozyapmanki, ko'z yorigan ayol bolasini doyani qo'lidan emas, ajalning qo'lidan oladi deb yozyapman. Ajalning qo'lidan oladi. Yana shunda ham Allohning mehribonchiligini qaraki, yana qiz tug'ilibdi debdi-ya, ana u maxluq. Har bor qiz bola dunyoga kelganda Allohning rizoligi balandroq jaranglaydi. Chunki erkakka qaraganda o'tkirroq bir xaloskor dunyoga kelgan bo'ladi. O'g'lini asraydigan, erini asraydigan, nechta tug'sa o'shani asraydigan, masalan, bitta yomon er deylik kuydirsa ham, adoyi tamom qilsa ham, shu yomon erni 10 ta bolasini tishlab, erim yomon bo'lsa ham bolamdan kechmayman deb tishlab o'tib ketadigan qiz bola bo'ladi. O'g'il ko'rmagani uchun o'tlab ketib boshqa eshikka borib uylangan erkak bo'ladi. Lekin ayol 20 ta qiz tug'sa ham jonim bolam deb shu bag'riga bosib katta qiladigan mard tug'ilgan bo'ladi. Har bor qiz bola tug'ilganda dunyoga bittadan qo'shimcha quyosh keladi, qo'shimcha oy keladi. Bu degani yana sabrni merosi keladi. Toqatni
ushlab turuvchisi keladi. Qanoatni bulog'i keladi va bu ayol zotini sabri, toqati, qanoatini soyasida erkaklar yashab oladi. O qizi ko'payib ketgan mulla yigit, o'sha familiyangni berging kelmayotgan qizing bir kuni ona bo'lsa, bolasi shunaqa kuydirsa, seni tug'may men o'lay bolam derkan, sen o'zingni bolangni familiyamni bermayman senga deyapsan. Ko'zimga qara. Aqling joyidami? Allohni taniysanmi? Seni falsafang qanday? Xotining xudomi? Eri xohlasa o'g'il bola qilib beradigan, eri zakaz bersa qiz bola qilib beradigan. Endi buni ham qo'y. Buni ham qo'y. Xo'p, shu ayoling ham kaltabinroq bo'lsa, sen familiyamni bermayman bolangga desang, senga yo'qol desa, pattasini uzib ketsa va bitta erkakni oldiga. Xo'p, sen aytginchi, qaysi erkakni oldiga oborsin seni bolangni va shu bolani otasiman deb bering deb qaysi erkakni oldiga xotining borsin? Sen qozon qaynatib ro'zg'or tebratadigan erkakmisan. Mana shu alpoz bilan, mana shu iymon bilan, shu turq tarovat bilan familiyamni bermayman. Go'ristondagilar bersinmi familiyasini seni qizingga? Bozorga olib chiqsinmi qizingni? Meni bolamni otasi tirik, lekin familiyasini bermayapti. Men qonuniy nikohdagi xotiniman, lekin bolamni familiyasini bermas ekan, o'zini ismini bermas ekan desinmi? O'ziga xaridor chaqirsinmi ayoling? Meni kechiring, hurmatli erkaklar, hazrati erkaklar. 10 ta qizini bahorday gullatib qo'ygan otalar bor. Bitta qizimni 100 ta o'g'ilga almashtirmayman degan o'zlari arslonday, Rustami dostonday buyuk erkaklar bor hayotda. Lekin muncha maydangiz ko'p. Agar siz mana bu erkakni aytgan gapini aytmagan taqdiringizda ham, agar sizni deylik ayolingiz qiz tug'ib qo'ysa, xomush tortib qo'ysangiz ham, siz bilasizmi? Siz bilasizmi qancha orqaga ketganingizni? O'rgilaysizdan.